Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qabulimizda bitta bemor bo'ldilar. Shikoyatlari holsizlik ekan. Holsizman, uyquchanman, xotiram pasayib ketyapti, ko'p terlayman, dangasa bo'lib qoldim, ishinqirayapman, semirib ketyapman, qutiyadan quriyapti, sochlarim to'kilyapti, ichim qotyapti deb bemor kelibdilar. Yuragimdan emasmi ekan, yuragimni ko'rib bering deyishadi. Yuraklarini ko'rsak, yuraklari quvvatlari oshib toshyapti. Mana hamma razmerlarini o'lchab berdim, hamma razmerlari normada. Har doimgidek buqoqlarini nazarga soluvdik. Buqoqlarida shu gipotireoz alomatlari ko'zimda. Biz ularni keyin analizga jo'natdik. Analizda nima chiqdi? TTG 9708 chiqyapti. TTG degan gormonimiz normada 4 gacha bo'ladi. Tiraksin 4.6 bu normada chiqyapti, lekin mana atistipo degan narsa 1268 chiqyapti, 30 gacha normal bo'ladi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa narsalar mana shunday o'zgarish chiqdi. Buqoq ishlamay qo'ying gipotireozlarni.